Homiladorlikda muzqaymoq yeyish foydali desam ishonasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ko'pchilik muzqaymoqni faqat shirinlik deb o'ylaydi, ammo uning tarkibi homilador ayol organizmi uchun juda ham kerakli bo'lgan moddalar bilan to'yingan. Albatta, gap sifatli va tabiiy sutdan tayyorlangan muzqaymoq haqida bormoqda. Muzqaymoq tarkibida vitamin D, kalsiy, fosfor, B guruh mikroelementlari hamda eng asosiysi vitamin A ko'p miqdorda saqlanadi. Bu mikroelement hamda vitaminlar o'z navbatida homilaning rivojlanishi, asab tizimi, immun tizimi, suyak tizimi, bosh miyasi hamda qon tomir tizimini rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir. Ammo shuni unutmangki, muzqaymoqda ham me'yor bo'lishi darkor. Kuniga 1 va 2 kichik porsiyalardan oshirmasligingiz lozim. Muzqaymoqni me'yoridan ortiqcha iste'mol qilishingiz esa siz va homilangizga zarar keltirishi ham mumkin. Turli xil yallig'lanish kasalliklarini haddan tashqari ko'p yeyish esa qand miqdorini oshishiga olib keladi. Hozirgi issiq kunlarda tabiiy muzqaymoq nafaqat kayfiyatingizni ko'taradi, balki siz va homilangizga vitamin hamda mikroelementlar manbai hisoblanadi. Homiladorlikda organizmga quvonch va foyda bag'ishlaydigan kichik lazzatlar ham kerak.